Benzema aybini tan olyapti. Real ideal hujumchi topdi. Mbappeni Realga o'tishga ko'ndiradigan odam bor. Assalomu alaykum. Real Madrid oilasi qirollik klubining ichki va tashqi tomonidagi eng so'nggi yangiliklar tarkibi bilan shu yerdamiz. Benzema aybini tan olmayapti. Fransiya adliya organlari Karim Benzemaning terma jamoadagi sobiq futbolchisi Matteo Valbuena bilan bog'liq ishini yopishga shoshilmayapti. Manbaga ko'ra Benzema yana sudga taklif qilingan. U haligacha ayblanuvchi hisoblanadi. Taxminlarga ko'ra Karim Valbuenani shantajlarga pul to'lashga majbur qilgan. Biroq Benzema aybini rad etmoqda. Matye shantajchilar bilan murosaga kelayotganda video haqida gapirdi. Ular pul mukofoti olganlaridan so'ng fransuz bilan tarmoqqa ayrim kadrlarni joylashtirmaslikka va'da berishgan. Futbol klub pullashish mumkin bo'lgan kompaniyaga o'ting. 100% bonuslar super kashfiklar sizni kutmoqda. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Real ideal hujumchi topdi. Real Madrid jamoasining hujum chizig'ini yangi futbolchi sotib olish haqida o'ylamoqda. Calciomercato nashrining xabariga ko'ra, Evertonning 24 yoshli ingliz hujumchisi Dominic Calvert-Lewin ispan gigantining e'tiboriga tushgan. Transfermarkt portali mutaxassislarining fikricha 45 million yevroni tashkil qiladi. Futbolchining irislar bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning o'rtalariga qadar mo'ljallangan. Eslatib o'tamiz, Dominik uchun yana bir da'vogar Londonning Arsenal jamoasi hisoblanadi. Premier Liganing joriy mavsumida Calvert-Lewin 3 ta uchrashuv o'tkazdi va 3 ta gol urishga erishdi. Mbappeni Realga o'tishga ko'ndiradigan odam bor. Qirollik klubi PSG hujumchisi Kylian Mbappeni o'z safiga qo'shib olish fikridan qaytgani yo'q. Klub prezidenti Florentino Perez jamoaning fransiyalik hujumchisi Karim Benzemadan yosh to'plarni Madridga kelishga ko'ndirishni so'radi. Ma'lum bo'lishicha, Karim Benzema Mbappe bilan yaxshi munosabatlarda va uning o'zi ham Fransiya terma jamoasidagi sherigini klubga ko'chirishga umidvor. Mbappening PSG bilan shartnomasi mavsum oxirida yakunlanadi. Yozda parijliklar 22 yoshli futbolchini Madridga 170 million yevroga sotmagan edi. Agar Kylian hozirgi jamoasi bilan yangi bitim imzolamasa, Real uni erkin agent sifatida bepul olishni rejalashtirmoqda. Siz eng zo'riga loyiqsiz, joningiz sog' bo'lsin. Hala Madrid, olg'a Madrid.